Gantelim bor uyda nimaga ishlasam bo'ladi deydiganlar uchun men ataylab yengil gantelni ko'rsataman. Boshlaymiz. Keyin nechta ishlanishi har doim yurib oxirida aytib o'taman. Xo'p, ushalik qo'llarni yelka qatori ko'taramiz. Bunisi ham xuddi shunday ketma-ket. Bu chiqadi, bu tushadi. Mana 1 2 3 4 5 xuddi ana shunday ishlaymiz. Keyingisi ana endi birdaniga oyoqqa o'tib ketishimiz kerak. Biz chunki yelka, oyoq, qo'l mashqlariga ishlaymiz. Qo'limiz mana bunday o'rta tarafga tushadi, tushish kerak, turishimiz kerak. Tushish kerak, turishimiz kerak. Xuddi stulchaga o'tiradigan darajada tushamiz, chiqamiz. Ana endi keyingisi o'rta tezlikda qo'lni oldiga bam 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 mana shunday tezlikka. Bam. Ana endi eng oxirgisi yelkaga oldinga ko'tarib, xuddi mana bunday holatda borib kelish kerak. Hop, 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 hop. Nechta bo'ldi? 4 ta bo'ldi. Ana endi do'stlar, buni nechtadan ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, yangi boshlayotgan bo'lsangiz 10 tadan, 16 tadan ishlasangiz bo'ladi. Oldindan mashq qilib yurgan bo'lsangiz 20 ta, 30 tadan. Har bitta qo'lga emas, 1 2 3 4 deb sanaysiz. 1 2 3 4 5 deb sanaysiz. Mana buni 10 ta, 15 ta o'tirib tursangiz bo'ladi. Buni ham xuddi shunday 10 ta, 15 ta qilib qo'ysangiz bo'ladi. Nagruska berib qo'ymang o'zingizga. Yengil boshlaylar-da, har doim qilinglar. Ozgina mashq sizga yoqsin, ozgina tanangizni og'ritsin, og'rib, o'lib qolish shart emas. Ozgina tanangizni og'ritsin va xuddi shunday davom etaverasiz. Omad ham